Esizdami, yoshligimizda shunaqa o'yinlar rosa mazza qilib o'ynardik. Avval saqichni chaynab olardik, keyin esa uni ustidagi etiketkasini yig'ardik. Xullas, saqichni o'zi, etiketkasi hidi hali ham bolalikni eslatadi. Menimcha, bu to'rtburchak desertni sevmaydigan odam bo'lmasa kerak. Lekin hali ham uni qanday ishlab chiqarilishini ko'rmagan yoki o'ylab ko'rmaganmiz. Biz esa o'yladik va sizga ham ko'rsatishga qaror qildik. Yoqimli xotiralarimizni esga solayotgan zavod saqich ishlab chiqaradi. Yoqimli xotira esa bu yerdagi bolalikni eslatuvchi hidi bilan bog'liq. Saqichning asosiy komponentlari shakar, glyukoza, glitserin, litsitin va saqich xamirturushi birlashib, biz sevib chaynaydigan saqichni va uning iforini hosil qilmoqda. Ish mana shu mikserdan boshlanadi. Diqqat bilan qarashingiz mumkin. U rostakam mikser, faqat o'lchami kattaroq. Uning ichiga kerakli komponentlar qo'shilmoqda. Shuningdek, asosiy mahsulot saqich xamirturushi bo'lib, uning 80% tarkibi kauchukdan iborat. Shu yerda lirik chekinish. Bolalar doim shu ishni qilishadi. Biz ham qilganmiz. Faqat ulg'ayganimiz sababli biroz uyalsak kerak. Ammo tan oling, chaynayotgan saqichingizni katta pufak qilish doimo yoqimli bo'lgan. Buning uchun esa saqich tarkibidagi oziq-ovqat kauchugiga katta yordam beradi. Yana zavodga qaytamiz. Qorilgan massa istalgan rangda bo'lishi mumkin. Muhimi uni kerakli o'lchamga ajratib olib, ekstruder orqali shakl berishda. Nafaqat shakl, balki shu yerning o'zida u yalpizdan tortib ekzotik mevalargacha bo'lgan ta'mga ham ega bo'ladi. Texnolog esa 1 soatda 600 kilogrammgacha bo'lgan xamirni qayta ishlash uchun yuboradi. Muzday harorat yarim mahsulotni shaklga kirishiga yordamlashadi. Muzlatish uskunasidagi 5 daqiqalik sayohat maxsus pichoqlarga yetaklaydi. Ular yordamida zuvalalar hosil qilish mumkin. Bir vaqtning o'zida 20 ta aylana shaklidagi saqichlarni yasayotgan uskunada bunday tishlardan bir nechta. Shu sababli saralovchi xodimning qo'liga tegishga ulgurmaydi. Saralashdan o'tgan koptokchalar patnislarga taxlanib, qotirishga yuboriladi. Qotish jarayoni mana shu xonada harorati nisbatan sovuq bo'lgan omborxonada amalga oshadi. Bir eslang, saqichni endi chaynashingiz bilan qirsillash effekti hosil bo'ladi. Bu uning ustidagi qoplamasi tufayli. Ana o'sha qarsildoq ovozni shu yerda hosil qilishadi. Bu yer zavodning yuragi. Mahsulotning tovar ko'rinishi ham shu yerda bo'ladi. Koptokchalarning yuzasiga tezlik bilan aylanayotgan baraban, qiyom va bo'yoq qoplaydi. So'nggi bosqich qadoqlash. Bu juda muhim jarayon. Negaki bolajonlar va kattalar saqishlarning aynan qadog'iga qarab xarid qilishadi. Qadoq ranglarga boy va rasmlari qiziqarli bo'lishi muhim. Shuning uchun mana shu zavodda 100 dan ortiq qadoqdagi mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Saqich bundan bir asr avval paydo bo'lgan bo'lsa-da, og'izlardan hamon tushmayapti. Yil sayin esa yangi ta'mlari va yangi qadoqlari paydo bo'lmoqda. Poytaxtda joylashgan bu zavod esa ishlab chiqarishdan tinmaydi. Kichkintoylarga quvonch ulashishdan katta baxt bormi?